Mana olib tashladik. Olib tashlagandan keyin bu olmamiz kosasimon bo'ldi. Ana endi bu olmani kesishda kamida mana bu 1 yillik o'sgan ko'chatim ana ximichimizda kamida 50 sm qoldirib kesamiz. Qoldirib keskanda ham mana tashqaridagi kurtakni qoldirib kesamiz. Agar buni ichkaridagi kurtakni qoldirib kessak, bu ichkariga o'sib ketib qoladi. Tashqaridagini qoldirib kessak, u tashqariga qarab o'sadi. Tashqari o'savergandan keyin o'rta ochilaveradi, kasal tegmaydi. Mana shu uchun buni 50 sm qilib kessak, kelgusi yilga endi bu yerdan chiqqan rivojlanishi sust bo'ladi. Bu tana hosildorlikka o'tiradi. Mana kurtak tashqarida qoldi. Bizning maqsadimiz tanada soldirish olmalarning mevasini tanada soldirish. Tanada soldirilgan olma nihoyatda yirik bo'ladi, nihoyatda shirin bo'ladi. Yana buni sabablari shamolda shoxlar bir-biriga urilib olma xasta bo'lmaydi tanasida solgandan keyin. Ana bu shundagina hosil mana bu hozir. Shundagina hosil. Buni biz mana 30 sm dan shakl berganmiz. Mana yerdan 30 sm dan shakl berganmiz. Buni 30 sm dan shakl berishimizga sabab bu yer adirlik, shamol ko'p bo'ladi. Shamol tagidan bemalol o'tadi. Bu adirlikka 30 sm mumkin, 25-30 sm. Lekin iqlim joylarda, mana kottejli uylarda turadiganlar kamida 60-70 sm dan shakl berish kerak. Mana shunday kosa shaklda. Ana ularda iqlim joylarda bunga tez kasal tegib qoladi. Har qanday daraxtga tez kasal tegadi. Shu uchun buni shakl berishda 60-70 qilib shakl bersak, tagidan shamol esishi yaxshi bo'ladi. Kottejli uylarda, iqlim joylarda.